düşen idim, ecrini tökken idin. Sen jırak dilim veyran, veslinge men yetenmey. Sen bağrım aziz vatan, har buldu bugün kasem. Yat şutta meyli öley, senindin vaz geçelmeymen. Biçare musafirmen, dili dadet elem. Merdan musafirmen, kalbi goya alem. Sersan musafirmen, bekti üçün can bergen. Yigane musafirmen, halkım üçün yaralgan men. Geçirgün mini vatan, olmadı sadık vedem. Yad edip yürüdüm her dem, kayıtalmadım keçür vatan. Bağrığa çukum vatan, kayıtmen bir gün vedem. Ümidim goya meş'el, mengü yanar aziz vatan. Biçare musafirmen, dili dadet elem. Merdan musafirmen, kalbi goya alem. Sersan musafirmen, bekti üçün can bergen. Yigane musafirmen, halkım üçün yaralgan men. Can bergen, yigane musafirmen, halkım üçün yaralgan men. Halkım üçün yaralgan men. Sadır babamdek, kolumda kılıçım bolmasın mı? Nakşamba, düşmanның жүрегі qadığıdek. Ata-ananın qadrini jitim bilidi. Vatanning qadrini vatanidan ayrılğanlar bilidi.
Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmasiga xush keldinglar. Program riyosatchisi Mirqadar Mirzoddan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Aldanqi qitimliq 17-chilardagi suhbatimiz ba'zi internet to'g'riniki sababidan to'xtalib qilindi. Shuningga bugun qayta suhbat o'tkazishga majbur bo'ldik. Hammanglarniki ekran oldidagi qarindoshlarniki to'g'ri tushunishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Deyishkenimizdek, men aldınqı sanımızda Abdülhakat Nur efendim İslam dinimizdeki vatan ve vatanperverlik doğrultusundaki suallarımızga özünki ayet ve hadislerden misal keltirip durup. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Elhamdülillah. Ve bugün bu İslam dinimizde vatanın ornu qayerda degan temada bir suhbat ilib bormoqchi. Unda bo'lsa men Abdülhakat Nur efendimni sahneye taklif qilay. Assalomu alaykum Abdülhakat Nur efendim. Obdan turdingiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Kechikib qoldi. İslam dinida vatanning o'rni qayerda javob berish uchun İslam dinida Qur'on vatanni nega qo'ydi, sunnat vatanni nega qo'ydi, shu yerga qarashimiz lozim. Chunki İslam dini bizga munosabatlik bo'lgan bek muhim narsalarni eng yuqori o'ringa qo'yalik. Masalan, insoniyatning hayot asosi yoki hayot manbai bo'lgan 5 narsani qo'g'dash uchun keraklik bizning islom dinimiz. Bizning jon tomirimizni qo'g'daydi. Mush jon tomirimizni qo'g'dalgan jon tomirimizning orasida vatan bormi yo'qmi? Vatan insoniyatning jon tomiri qatorisiga kiremdi, kirmamdi. Vatan insoniyatning hayot manbaiga yoki hayot asosiga kiremdi, kirmamdi, buni qarasak aniqlam chiqadi. Endi islom dinimiz 5 narsani qo'g'dash uchun kelgan. Bu 5 narsa: birinchisi din, ikkinchisi jon. Din deganga iymonga kirib ketadi. Din, iman birincisi, ikincisi can, canını qo'g'daydi. Üçüncüsü aqlni qo'g'daydi. To'rtinchisi neslni qo'g'daydi. Bu neslga kelgan vaqtda insonlar bu atalg'ida bir az farqlar bo'ladi. Ba'zi insonlar al-arz deb oladi, neslni o'rniga irz degan shon sharaf deganga. To'rtinchisiga nesl deb olganligi bor, shon sharaf deb olganligi bor. Chunki insonning nesli insonning shon sharafi hisoblanadi. Shuning uchun bir inson o'z neslini qo'g'day olgan bo'lsa, sharaflik inson hisoblanadi. Bir millat o'zining neslini, millatini qo'g'day olgan bo'lsa, u sharaflik hisoblanadi. Qo'g'dayamizchu o'z neslini, bola chaqalarini, oilalarini qo'g'dayamasa, dushmanning qo'liga tushib ketsa qo'g'dayamasa, o şərəfsizlik hisoblanib qoladi. Shuning uchun islom dini insonning neslini qo'g'dash uchun yoki sharafini qo'g'dash uchun deb bu 4ta ism jihatdan farq bor. 5-inchisi mal. İnsanning mal mulkini qo'g'dash uchun kelgan. Chunki 5 narsa insonning jon tomiri. Nima uchun degan vaqtda bu 5 ninki birisi yo'qolib ketsa, birisi zararga uchirsa insoniyat yo'qoladi. Masalan, din ve aql yo'qolsa, bu 5ning ichidan din, aql yo'qolsa, qiyomat bo'lishga majbur. Alloh qiyomat qoyim qiladi, insoniyat yo'qoladi. Nima uchun? Din yo'qoldi degan insoniyat Alloh uchun ibodat qilinishga kelgan. Din yo'qolsa, qiyomat qoyim bo'ladi. Yana birisi aql yo'qolsa, insoniyatning butun shariatning takliflari tushadi. Insonlar aql bo'lmagandan keyin hayvonlik darakasiga tushib qolgachqa, insanlık xususiyetini yo'qotib qo'yg'achqa o'chaqda ham qiyomat qoyim bo'ladi. Endi jon yo'qolsa zodi o'ladi inson, insoniyat yo'qoladi. Uni tushunamiz. Neslimiz yo'qolsa-mu insoniyat yo'qoladi. Shuning uchun neslini qo'g'daydi. Nesli bo'lmasa, hozirgi insonlarning butunlay nesli qurib ketsa, 100 yilga qolmay, 1000 inson qolmaydi, dunyoda hamma o'ladi. Yana birisi mol mulkni qo'g'dash uchun bu mu
insanda mal mülk bulmasa, yeydiğen içidiğen bir narsa bulmasa bir haftaga kalmay bütün insaniyet ölüdü. Şunun için bu 5 narsa insaniyetning dünyada yaşaş için hem ahirette baxtli buluş için, ahirette cennet kazanışı ve Allah'ın rızasını kazanış için mu bu 5 narsa salamet buluş gerek. 5 narsa muhafaza kılınış gerek. İslam dini bu 5 narsani muhafaza kılış için kelgan. Endi bu 5 narsaning ichiga kiramdi vatan. Vatanning o'rni nerede deganda bu 5 narsaning ichiga kiramdi, buni qaraymiz. Allah subhanahu va taolo sura Nisoning 66-oyatida shunday bir oyat keltirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alayhim an yaqtulu anfusakum aw ikhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Muşu vafasız insanlara, öz vataniga, öz davlatiga vafasız bo'lgan insonlarga agar biz o'zinglarni o'ltirib olinglar desak, yoki mush yangi vatandan chiqib vatandan voz kechinglar desak, bu insonlar qilmagan bo'ladi. Biz buyruq qilsak qilmagan bo'ladi, ammo bu insonlar o'z nafsining keyniga kirib, shaytonga itoat qilib, öz vatanlaridan voz kechyapti, öz jonlaridan voz kechyapti deb gipida to'magan vafosiz musulmonlarni Allah bu oyatini qattiq tanqid qiladi. Endi bu oyatningki oxir ko'rinishini biroz tushunish uchun oxir ko'rinishiga ketishimiz lozim. Tushunish uchun Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilib, hijratning 2-yili, ya'ni 622-yili hijriy miladiye 622-yili hicretinin 2-yili Enes ibn Malik'nin uyida bir yig'in açıldı. Enes ibn Malik'nin uyida açılgan yig'in musulmonlar bir yig'in bu, ammo u yerda Payg'ambar alayhisalom Medine asas qonunini shu yerda e'lon qildi. Bu asas qonunni e'lon qilish orqali Payg'ambar alayhisalom o'zining Medine xalqi arasida bir kichik bir davlat qurib chiqmasa bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Nima uchun degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lsa-mu, u yerda Ansar deyilgan musulmonlar bo'lsa-mu, Makkadan hijrat qilib kelgan muhojirlar degan muhojirlar bo'lsa-mu, u yerda u kichik musulmonlar guruhi şu shaharning e'tirof qilishiga erishmay turib g'alaba qilish mumkin emas. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom mush Madina musulmonlari bizni qo'llayotdi. Shuning uchun mush Madinada kichik bir davlat qurib chiqish kerak deb bu asas qonunni tuzib chiqdi. Bu asas qonunda Madinadagi musulmonlar, ansarlar az sonliq bo'lsa-mu va Madinadagi mushriklar, Medine'deki Hristiyanlar, Medine'deki Yahudiler, hatta münafıklar hemmisiga bir vatan kurup, Medine'ni şu vatan kurup, şu vatan arkalık, andikin İslamiyetni yeyish maksat kılıngan. Bunun da hemmeylen şu yanıdan kurulgan bu çağdısında Medine deb atalmaydı, Yesreb deb atıldı. Medine'nin asıl ismi Yesreb. Şu Yesreb halkı muşu asas kanunu kabul kılımız. Muşu asas kanun boyunca hemmimiz vatandaş olumuz. Hemmimiz birisi-birimizga hürmet kılgan asasda dini jihatdanmi erkin, hemmeden özünün diniga e'tiqod qiladigan, hemmeden özünün yurtini, özünün mahallesini qo'g'daydigan, hemmeden birisi-birisiga chaqilmay erkin, azade, erkinlik içinde yaşaydigan mushundaq bir sözleşmeni imzalagan. Bununla başta Yahudiler itiraz bildirib baqqan bilan keyin tushundirib kelgandan keyin ularni ma'qul degan mushundaq bir Medine asas qonuni imzolangan. Bu qonunda Payg'ambar alayhisalomning shu yerdagilarning hammasininki raisi ekanligi, musulmonlarning payg'ambari, zaten payg'ambar degan musulmonlarning raisi hisoblanadi, rahbari hisoblanadi. Ama musulmon bo'lmaganlar uchun, va'da mushriklar va munofiqlar va yahudilar va musulmon bo'lmaganlar uchun payg'ambar alayhisalomning rahbar ekanligi e'lon qilindi, hammaylar ma'qul deydi.
Ma'qul deb bu asas qonun e'lon qilinib, Madinada kichik bir yangi davlat qurilib, ishlar joyiga tushay degan vaqtda ba'zi o'zini musulmon hisoblagan insonlar payg'ambar alayhissalomni e'tirof qilmasdan talash tartish qilgan narsalarni boshqa tarafga ektiglik. Mana jumlaning oldiga yahudiylarning oldiga ektiglik. Bununla Allah nayet qattiq g'azablaniglik. G'azablanib ayetning 5'ida shunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilallazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ve ma unzila min qablik. Yuriduna an yetahakamu ila at-tagut. Qaramam sen ey bende. O'zini musulmon deb yurganlarga. Yaz'umuna degan o'zini musulmon deb hisoblab qolganlarga demakchi. Allah verdi musulmon divag'anga musulmon bo'lmaydi. Men mu'min divag'anga mu'min bo'lmaydi. Gipingizni to'masangiz, o'zingizning davlatiga sodiq bo'lmasangiz, o'zingizning rahbarlariga sodiq bo'lmasangiz, va'daga xiloflik qilsangiz, islomdan chiqasiz. O'z davlatingizni e'tirof qilmasangiz, yangidan qurilgan hokimiyatga itoat qilmasangiz, uni e'tirof qilmasangiz, musulmonlikdan chiqasiz degan mazmunda alning musulmonligini rad qilib yubordi. İman ettik deb gumon qilganligiga qaramamsa. Bu da tağutning qashig'i berib, o'zining ishlarini hal qilishga tirishayotdi. Halbuki vaqad umiru ayyafuru bi. Halbuki bu insonlar tağutni rad qilishga amr qilingandi. Hozirga qadar ma tağutlarni Madinadagi o'zini cho'ng bilib olganlarni rad qilamiz. İşimiz tushgan vaqtda ixtilof qilishib qolsak, mayli boshqa dinlar orasidagilarga ixtilof qilishib qolsak, mayli boshqa qabila orasida ixtilof qilishib qolsak, mayli mush to'xtamnoma, mush Madina asos qonuni haqida ixtilof qilishib qolsak, hammani mush Muhammadur Rasulullohning oldiga kelib hal qilamiz deb so'z beriglik bo'lar. So'z berib turib, anondakin kichikgina ish bo'yicha tağutni oldiga ketaylik, uningga rad qilish amri qilingan turib, shuning oldiga ketaylik. Qaramamsa bu musulmonlar shunday bo'lsa qanday bo'ladi deb oxirisi nima deydi? Va yuridu shaytonu ayyadillahum dalalan ba'ida. Va shayton bularni nat ig'ir bir azg'unlikqa tashlab etishni iroda qiladi. Shayton bularning ishiga buzg'unchilik qilib, o'zining yangi hukumatini, o'zining yangi hokimiyatini, yangidan qurilgan davlatini e'tirof qilmay, e'tirof qildirmaslik orqali shaytonlar bularga suiqasd qildiryapti. E'tirof qilib qolsa ne bo'ladi? E'tirof qilib qolsa, Madina bir kichik bir davlat deb e'tirof qilinib qolsa, u yerdagi kuch bilan atrofdagilar iymon etadi. U kuch bilan uning atrofidagi iymon etib, islomiyat kengayib ketadi. Ya'ni musulmonlar va payg'ambar alayhisalom Allohning maqsadi bo'yicha ishlarini ilgari surdiradi. Ammo shayton uni xohlamag'achqa musulmonlarni go'llash orqali va vag bamasanım, avag basanım bulavurdu, avag basanım bulavurdu deb o'zining hokimiyatini e'tirof qilmay, boshqalarning keynidan ketishga shayton kuch ko'rsatyapti deb Alloh bu musulmonlarni nayet qattiq tanqid qilmoqlik bo'ladi. Musulmonlik darajasini tushirib etiklik. Keyingi oyatda deydi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Fala deyapti Allah rad qilyapti. La arabchada yo'q deganga. Yo'q bandilarim bo'lmadimi ishonlar? Ey musulmonlar, o'zini musulmon da'vat qillar, ey o'zini mu'min da'vat qillar, ma ishonlar bo'lmadi. Rad qilaman ma ishonlarni. O'zinglarning rahbaringlarni qo'yib, boshqa rahbarlarning orqasidan ketishinglarni rad qilaman. Va robbika deydi Allah, sening Rabbingga qasam bo'lsin deb Allah o'zi bilan qasam qilyapti. Va robbika, sening Rabbing bilan qasam qilamanki, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Bu insonlar öz arasında bo'lgan ixtilof ishlarining hammasida seni hokim o'rnida ko'migacha iymon etgan bo'lmaydi deydi. O'zaro ziddiyat, o'zaro ixtilof, talash tortish qilib qolgan narsalarning hammasida sening oldinga kelib, Allohning oyati bilan va Rasulullohning sunnati bilan cho'zmagicha, seni bu ixtilofiy masalada hokim qilib e'tirof qilmagicha mu'min bo'lgan bo'lmaydi. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Anından keyin sen hüküm qilgan narsa haqida qalbida hech qanday itiroz his qilmaydigan darajada sana ishonmagicha mu'min bo'lolmaydi.
Sen bir narsa hüküm çıkardın mesela. Birisinin təhtirişki birinin uğğa adalet ile hüküm çıkardın. O insanlar ziyan tatıldı. Hüküm çıkargandan keyin biz doğru biz hata çıktı ya. Biz haqlıq, biz haqsız çıktı. Aş haqsız çıkkan taraf mı? Ziyan tatkan taraf mı? Kalbide Resulullah hüküm kılgan bu doğru. Resulullah'ın hüküm bolgan keyin amenna demigiçe. Kalbide itiraz yo'qolmagicha senin hakimliğinga mümin hesaplanmaydı. Ve yusallimu teslima. Yüz teslim bolmagicha sana hemme işlerde. Resulullah bunu qanday qilamiz? Ya Resulullah bunu qanday qilamiz deb Allah ve Resulünün aldığı kelip işlerini hal qilmagicha bu mümin bulanmaydı deb bu lingitattak musulmonlarni Allah mushunda tanqid qilib etaylik. Şu tanqid qilib, shularning qilgan ishini Allah inkos qaytirishda, ey musulmonlar, sizlarning bunda qilganinglar, o'zingizning rahbaringlarni, o'zingizning yangi qurilgan davlatinglarni, o'zingizning bu yangi vataninglarni e'tirof qilmay boshqa yerga yugurib yurish nim bilan o'xshash? O'zingizlarni o'ltirib olgan bilan o'xshash? yoki bu vatandan voz kechib boshqa yerga chiqib ketgan bilan o'xshash? Deb Allah bu yerda o'zini o'ltirib olish ve vatanını taşlap çıkışını o'xshash darajada qo'yib qo'yadi. Bu ayetni tushundirish uchun hamda mushuncha jiq so'zladik. Hamda bu ayetni delil keltirishimizning sababi Allah mush yerda insonning jini bilan vatanni o'xshash o'rinda qo'yib qo'yadi. Nima degan to'q 5 zaruriyat xamsning ichida jon ikkinchi o'rinda turibdi-ku. Din birinci o'rinda, can ikinci o'rinda turibdi-ku. Allah mush ikinci o'rinda turadigan jon bilan vatanni billa o'xshash yerda zikr qilib, o'xshash maqomda turib qo'yayotdi. Bu oyatdan istishadimiz, delilimiz bu endi. Asli yana bir oyat var, Sura Baqara 84-oyatda. Ve idâ khadnâ mîthâkakum lâ tesfikûne dimâakum ve lâ tuhricûne enfusakum min diyârikum thummâ aqrartum ve entum teşhedûn. Allah esli musulmonlarga xitob qilib, ey musulmonlar, biz sizlardan so'z olgandik, va'da olgandik. Nima deb? Qinalni qitmaslikqa, bizni o'ltirib, qon aqtırmaslikqa, qon oqqizmaslikqa so'z olgandik. Yana birga insanlarni öz vataninglardan chiqarib etmaysizlar deb so'z olgandik. Thumma aqrartum sizlarni ma'qululab bunga iqror bo'lgantinglar, qabul qilgantinglar va antum tashadun shu qabul qilgan vaqtingizda sizlar jonliq shohid bo'lib o'zingiz guvoh bo'larlikdinglar shu yerda. Shuna ma'qul Rabbim shunda qilamiz, hech kimni o'ltirmaymiz, hech kimni vatandan chiqarib etmaymiz degantinglar. Deb bu oyatda insonning jini bilan insanın canının salametligi bilan vatandan chiqarilmaslikni o'xshash yerda qo'yaylik. Bir inson Allah inson qilib yaratgandan keyin uning jini salomat bo'lishi kerak. Hech kim bir insonning jinini ololmaydi, elish haqqi yo'q. Hech kimni o'ldirish haqqi yo'q. Her qanday Allah ulab kelsin, her qanday hokimiyat beshidagi insonlar ulab kelsin, bir insonni açıkanda günahsız halatta onu öldürüş hakkı yok. Yana bir nima hakkı yok. Her qanday bir insanni üzü tug'ilib cho'ng bo'lgan vatandan qo'g'lab chiqarish hech kimning haqqi yo'q. O'ltirilishga to'g'ri kelsa qisas uchun o'ltiriladi. Agar vatandan qo'g'lab chiqarishga to'g'ri kelib qolsa, muharib deyiladi. Vatanga buzg'unchilik qilgan insonlarni muharib deyiladi. Bular palinadi. Ceza için çıkarıldı, ceza veriş için eden bulap kalsınlar. Turmuğu sulaştığın onuğa vatandan qo'g'lab chiqarıydı. Bu ceza noktası da var. Ama normal bir insan ne? Cennimi öldüremeyizler ve vatandan qo'g'lab chiqaramayizlar deb Allah bu ayette zikir kılıp sizler ma'qul degantinglar shuningga hamda nima deb o'zinglarni o'ltirsizlar, nima deb haqlarni vatandan chiqarayapsizlar va nima qilib bu oyatdimi jon bilan vatan o'xshash o'rinda qo'yaylik. Bu adamda can bilan vatan bu ayetten shunday tushunamiz hamda yana bir ayet var. Yana bir ayette Allah
vatanni din bilan o'xshashga qo'yaylik. Diniy iymon dedik ya, miyada jon ikkinchi o'rindagi jon bilan jihad qo'ydi degan to'q bir o'rinda sanadi. Miyada birinchi o'rinda qo'ygan 5 narsaning birinchisi din va iymon tug'u. Allah yana bir oyatda iymon bilan o'xshashga qo'yaylik. Din bilan o'xshashga qo'yaylik vatanni. Bu oyat qasi Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid-din ve lem yukhrijukum min diyarikum en taberruhum ve tuqsitu ileyhim innallaha yuhibbul muqsitin. Bu Mumtahane suresinin 8. ayeti. Allah bu ayet şundaq deydi. Allah sizlarni dininglarni yo'qotish uchun sizlarga qarshi urush ochmaganlar haqida va sizlarni vataninglardan chiqarib etmaganlar haqida ularga yaxshilik qilsanglar, ularga adolatli muomala qilsanglar cheklamaydi. Sizlarni din haqida sen musulmonkansan deb urush ochmadi. Dininglar haqida urush ochmadi. İmaninglar haqida urush ochmadi. Yana birisi vataninglardan chiqarib etishga, vataninglarni tajovuz qilishga urinmadi. Bundaq insonlarga Qulağından kelsa yaxshilik qilsanglar ve adil muamele qilsanglar Allah bunundan çeklemeydi. Çünkü Allah adillarni yaxshi ko'radi degan oyatda fiddini ve lem yukhrijukum min diyarikum deyip din diyarını o'xshashadi qo'yaylik. Din ve diyar, din ve vatanni ve o'xshash o'rinda qo'yaylik. Aş 5 kulliyat xamsining birinchisi bo'lgan, eng yuqorisi bo'lgan din bilan vatanni Allah ayette bir o'rinda qo'yaylik. Bu ayetning mazmuni shu. Bizni vatanimizdan qo'g'lab chiqarmagan, vatanimizga tajovuz qilmagan va dinimizga tajovuz qilmagan, dinimizni cheklamagan insonlarni qanday qildi ekanmiz? Yaxshilik qilsak, adil muomala qilsak Allah cheklamaydi ekan. Ta'tiris nimamda buni vatanimizdan haydab chiqargan, vatanimizni tajovuz qilganlar haqida, dinimiz haqida dinimizga hujum qilgan, masjidlarimizni chaqqan, Qur'onlarimizni, hadis kitoblarimizni, diniy kitoblarimizni ko'ydagan dushmanlar haqida ularga adil bo'lsanglar bo'lmaydi, yaxshilik qilsanglar bo'lmaydi degan gap. Diqqat qilish tegishli bir yer var miyada? Adalet insaniyetinin vazifesi. Bu dünyada bir Müslüman her qanday vaqtda adil bo'lishdan kaçanmaydı. Her qanday vaqtda adil bo'lish kerak. Eğer haqsiz taraf ata-onamiz bo'lgan taqdirdimi, bola chaqalarimiz bo'lgan taqdirdimi adil guvohlik berish boshqa oyatlarda emr qilinlik, adil bo'lasiz, to'g'ri tarafda tursiz deb. Ammo vatanga tajovuz qilganlar, dinimizga qasd qilganlar haqida ayetning ta'tirisida unda yaxshilik qilolmaysiz, bu tajovuzlarga adillik qilolmaysiz deydi. Nima uchun bu yerda adillik qilolmaymiz? Nima uchun? Çünkü bu yerda adolat deydigan narsa yo'qolib ketganlik. Adolat dushman tarafidan bo'g'izlab etilganlik, yo'q qilib etilganlik. Çünkü bizning vatanimizni dushman vatanimizga tajovuz qilganlik ve dinimizga tajovuz qilganlik. Bundaq bir ahvol ostida dushman vatanga tajovuz qilishdan to'xtamaguncha, vatandan chiqib ketmaguncha, dinimizga tajovuz qilish uchun to'xtamaguncha, dinimizga hujum qilishdan to'xtamaguncha bu yerda adolat degan narsa bo'lmaydi. Chunki dushman bizning jon tomirimizni kesib etgan bo'ladi. Vatanni velish bilan dinimizga hujum qilish orqali bizning jon tomirimizni kesib etgan bo'ladi. %100 zolim. Undaq bo'lgandan keyin bundaq sharoitda adolat deydigan narsa mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun dushmanni vatandan qo'g'lab chiqarmaguncha, vatanning mustaqilligini asliga keltirmaguncha va dushmanlar bizning dinimizga hujum qilishdan to'xtamaguncha qanday bo'lamiz? Nima qilsak biz haqliq ahvolda. Nima ish qilsak biz to'g'ri qilgan bo'lamiz. Ular vatandan chiqib ketgandan keyin, o'zining vataniga ketgandan keyin dinimizga hujum qilishni to'xtatgandan keyin anandakin adil muomala qilish, adil shaklda munosabat bog'lash u vaqtda yo'lga qo'yilsa bo'ladi. Ungacha
düşman vatanimizda ba tashlab chiqetmagan, dinimizni bas cheklagan musulmonlarni o'ltirayotgan bunday bir vaqtning o'zida adolat deydigan narsa bo'lmag'achqa, dushmanga qarshi har qanday narsa qilsak, moddiy, ma'naviy, diniy, axloqiy, insoniy, vijdoniy nuqtadan her qanday faaliyet, her qanday hareket elip basaq düşmanga qarshi bunun hammasi qonunluq, bunun hammasi meşru hisoblanadi. Mana bu oyatda Allah va'da vatanni din bilan bir o'rinda qo'yadi. Yana bir oyatda ya da din bilan bir o'rinda qo'yaylik. Yana bir oyatda vatanni nim bilan qo'yib birga qo'yaylik. İman bilan, uçuk aşkara iman bilan bir yerda qo'yaylik. Kulliyat xamsiniki birincisi iman tuğu, din iman degan tuğ. Avada din bilan bir o'rinda qo'yatdi, birincisi bilan. Miyada iman bilan, yani şu birincisi bilan vatanni bir o'rinda qo'yatdi. Bu oyat şu. Bismillahirrahmanirrahim. Vallazina tabawwa'ud dara vel imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ve la yajiduna fi sudurihim hajatan utu ve yuturuna. İla ahiril ayet. Bu Haşr suresinin 9. ayeti. Bu ayette Allah Subhanahu ve Teala Medine'deki ensarlarını maqtaydı. Aslı bu ayetin yuqorisida muhacirlarni maqtaydi. Muhacirlarning faziletini so'zlaydi. Çünkü muhacirlar vatan bo'lmag'achqa va vatanning gipi yo'q. Uxriju min diyarihim dabba, o vatandan chiqarilgan lil fuqara'il muhacirin allazina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah. Mal mülküden ayrılıp qalgan, vatandan ayrılıp qalgan deb muhacirlar haqqımıdır mı? Vatandan ayrılıp qalganlığı vədi sözünüdür. Yoğun musibet süptüde. Bek eğer musibet süptüde vatandan ayrılıp qalganlığı üçün beşiği musibet kelganligi. Aşında musibet kimi çıdığanlığı üçün muhacirlar maqtalıdır yuqoridagi ayette. Ama ma ayette 9. ayette ensariler maqtalıdır. Ensariler nima deb maqtadıdı? Vellezina tabawwa'ud dara vel iman. Shunda bir kishilar borki, bu Madinada bular diyorlarini vatan qilganlar deydi. Tabawwa'ud dara, diyorlarini vatan qilganlar. Vel imani, imanini vatan qilganlar. Tabawwa'a kelimasi hamda biraz turishimiz lazım. Tabawwa'a ba'a yiltizdan chiqadi. Ba'a degan boshqa yerga berib ishini tugatib qaytib kelgandan so'ng ba'a deydi. Başka ayette mi çıkıyor? Fakat ba'u kelimesi bu ba'a kelimesi çıkıyor. Ba'a degan qaytib öz joyiga qaytib kelganda ba'a deydi. Mesela o'qishga chiqamiz, bir yerda o'qib doktorlab, professorlab chiqib vatanga qaytamiz-ku. Pul tepishga chiqamiz, vatanga qaytamiz. Uni qilg'ili, buni qilg'ili chiqamiz, vatanga qaytamiz. En ahırda şu vatanga qaytganni ba'a deyildi. Ma tabawwa'a degan shuningki tafa'ala babidan. Yani Peygamber Aleyhisselam hadiste kullanıyordu tabawwa'ni. Men demigen narsani Resulullah dedi deb men demigenni Resulullah dedi deganlar o'zining vatanini cehennemden hazırlab olsin degan yadimi fal yatabawwa maqadahu minan nar kelimesini kullanıyordu. En ahirgi joyi cehennem bo'lsin degan yadi. Miyada ensarlarni Rabbimiz maqtagan chaqda dar degan normalda tabawwa'ud dar normalde özümüz o'tlagan öyni dar deyildi. Bizning vatanda yo'g'on o'ylilar va o'ylimizning oldlarida tarbiyaydigan yeli va o'yli bo'ladi-ku, ya o'yla yo'g'on kamra. Ayshuni dar deyildi. Yo'g'on o'ylining ismi dar degan. İnsanlarning o'shunda ota busidan qolgan, ecdadidan qolgan öyning ismini dar deydi. Rabbimiz bu yerda vatanni shu insonlarning uyiga o'xshatyapti. Vatanni bir insonning uyiga o'xshatyapti. Chunki vatan bir inson uchun uy qanday muhim bo'lgan bo'lsa, bir millat uchunmi ashunday vatan uyga o'xshash muhim demakchi bu yerda. Rabbimiz vatanni uyga o'xshatyapti. Anından keyin şu uyga o'xshaydigan şu diyorlarni bu insonlar vatan qilib tabawwa'u en ahirgi vatanini qilib tutgan bo'lg'achqa ensarlar mushundaq isli insonlar bular vatan tutgandek iymonni birga tutgan. Hem vatanni tutgan
hem imanını tanlap, imanını tutkan deb tebeva eddar vel imanı bijadi koyavdıdı. Hatta ma ayette imanın beşiği darını koyaldık. Tebeva uddar vel iman. Diyarını vatan kılıp bekitip etkenler. Diyarını vatan kılganlar. Ve imanını tanlap, müminlikni tanlaganlar. Bu muhacirlerden ilgiri. Yuhibbune men hacer eleyhim. Bu insanlar, şundaki insanlar ki üzge hicret kılıp kelgenlerini nayet yaxşı görüdü. Ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu. Ulağa Resulullah tarafından taksim kılıp berilgen her kandak nersi boğan bolsa, onun konuda hiç kandak şek şubu yok. Hemmigi razı oludu. Ve yuthiruna ala anfusihim. Bu insanlar başka muhacirlerini öz nefsinin üstüge elip üstün kürüdü. Velev kana bihim khasasa. Bu insanlarda üzünün ihtiyacı boğan bolsa mu? Ensarlarının üzünün ihtiyacı boğan bolsa mu? Muhacirlerin halinden haber alıdı dep vatenden qoğlap çıkarılgan muhacirlerini bakkan ve halinden haber algan muhacirlerini danlaş hakkındaki ayet bu. Bu ayette Rabbimiz muşundaq deyil. Asaslık bu ayetin mezmunu ve bizim bu ayetin delil ekilişimizin sebebi. Vatanni nim bilen birinci orunda koyalım? İman bilen. Endi oylap bakaylı. Abiyatin el-dururiyatul khams yoki el-kulliyatul khams 5 can tumurumuz vardı o. Bir kesip öylüdüğü. Şu 5 can tumurunun Allah iman bilen vatanni bir yerde sana atıdı. Din bilen bir yerde sana atıdı. Yani nim bilen bir yerde sana atıdı. Can bilen bir yerde sana atıdı. Zaten mal mülk diyen o vatandan tüven turduğun nesi insanların şahsi mal mülki vatandan tüven turdu. Bizning şahsi mülkimiz şahsi mülk olgan bolsa vatan milli mülk, milletning mülki. Bir devletning mülki hisoblanadi vatan. Shuning uchun vatan o mal mülkni qo'g'dashlik uningdan o'zadi üstün turdi. Eng üstün turdiganlarning yanida yoki uningdan birinchi o'rinda sanaqliq Allah vatanni. Nima uchun? Vatan 5 can tumurning qo'g'duvchisi, qalasi. Şu 5 can tumur ruh hesaplansa şu vatan bedenge okşaydı. Ruh bedensiz yaşayamaydı o. Bedenden ayrılıp ketkenin ruhunu öldü deyimiz hem de. Ruh bedenden ayrılıp ketse öldü deyimiz. Ruh hayattayken diyenini biliş için ruh bedende buluşu lazım. Şunun için 5 dururiyat hams degen neyse vatanның içinde bolsa özünün ruhunu cari kıldıralaydı. Milletni terakki kıldıralaydı, devletni güçlendirelaydı, insaniyetning dinini qo'g'dab, insaniyetni Allah rızası için menishqa imkan yaratib beralaydı. Eğer bu 5 can tumurimiz vatandan ayrılıp ketgandan keyin qanday bo'ladi? Biz Sharqiy Turkistonliklar o'zimizga tatbiqlab bakaylı. Vatandan ayrılıpdik. Xitoy vatanni bosgandan keyin imonimiz salomat qilyapti-da. Xitoy özünün komünistik zehirxandiligi bilen evlatlarımızı ve biz milletini zehirlep oldu, komünist aylandırıp atıdı. İmanımız hücum kıldı. Vatanımızdan ayrılıp kalgaçqa. Nima uchun Xitoy Türkiye'deki Müslümanlarga yoki başka yerdeki Müslümanlarga hücum qilmaydi? Nima uchun Türkistan'daki, Sharqiy Turkistondagi Müslümanlarga hücum qiladi? Çünkü o vatan bizning. Aşı vatanda ko'zi bo'lg'achqa, shu vatanni tatib oladigan bo'lg'achqa, bizni imonimizdan arib etish uchun imonimizga hujum qilinglar. Vatanni tatib oldi, imonimiz salomat qilinglik emas. Komünist bo'lib bolalarimizni tarbiyalab, komünist qilib avlodimizni. Vatan qo'ldan ketibdi. Canimiz salomat qilyapti. Kamplarda, concentration camplarda Xitoy nima qilyapti? Irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Canimizdan qutuldiranmayapmiz. Dinimizdan qutuldiranmayapmiz. Aqlimizni qutuldiranmayapmiz.
Chunki o'zimizning milliy ma'arifimizni vayron qilayotgandan keyin Xitoy o'zining kommunistik zahar zihniyatini bizning kallamizga qo'shib, aqlimizni vayron qilib, Xitoycha o'ylaydigan, Xitoycha tafakkur qiladigan, Xitoycha so'zlaydigan bo'lib qoladi. Eng oxirida neslimizni yo'q qilyotdi. Ko'ryapmiz, bolalarimizni kamplarga solab, Xitoycha o'rgatib, hammani xitoylashtiryotdi, manqurtlashtiryotdi. Mal mulk degan narsa qolmadi o'zadi. Vatandagi boylik olsun, vatanning boyligi milliy boyligimiz. Meli shaxsiy mulkimiz olsun, hech nima qolmadi. Bu %100 hozirgi zamonda bizning kunimizda beshimizga kelayotgan aniq bir dalil isbot bu. Vatan bo'lmasa, 5 jon tomirimizning hech qaysi qutulib qolmadi ayni. Hammasi ketdi. Bu shu jon tomirimizni asliga keltirishimiz uchun, tekrar Allah rızasını kazanışımız için, tekrar bir milletlik salohiyatga ega bo'lish uchun şu Sharqiy Turkiston degan davlatni mustaqilligini asliga keltirishimiz har qanday Sharqiy Turkiston xalqining ustiga farz. Har qandayimizning. Meyli dini alimi olsun, ziyolisi olsun, meyli bey olsun, meyli kambag'al olsun, er ayol, kichik cho'ng hammamizga farz. Hemmimiz qo'limizdan kelishcha vatanimizga ega chiqishimiz lozim. Vatanimizning mustaqilligini asliga keltirishimiz lozim. Tajovuzchilik qarshi mujodala qilishimiz lozim. Bu Allah rozi bo'ladigan ibodat hisoblanadi. Farz ibodat, eng yuqori farz. Buningdan yuqori farz bo'lmaydi insoniyatning ustida. İmandan keyin iman bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki har qanday harakatimiz, har qanday faoliyatimiz iman bo'lmasa savob olmaymiz. İmandan keyin milliy mujodala vatanning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat. Bu farzdan cho'ng farz ibodat yo'q. Bu ibodat zakotdanmi cho'ng, namozdanmi cho'ng. Chunki zakot va namoz shaxsiy ibodatlarimiz bo'lgan bo'lsa, ma milliy mujodala vatanning mustaqilligini asliga keltirish bu milliy mujodala hisoblanadi. Bu hammamizga farz. Undaqda mishada mening bir savolim bor sizga. Hozir vatan sirtida biz qanday mujodala qilishni topolmayapmiz deb o'ylayman. Yana birsiga endi vatan sirtida shu namoyish asosli qo'limizdan kelgan harakatlarning birisi e'tiroz bildirish namoyishisi. Ya'ni Xitoy hokimiyatiningki Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan shu irqiy qirg'inchilikni boshqa davlatlarga anglatish va shu vatandagi xalqimizning ovozi bo'lish bir tarafdan, yana birsiga o'zimizningki mushaqda birdan bir qo'limizdan kelgan ochig'imizni chiqaradigan desak bo'ladi. Shunday bir faoliyat hamda namoyish bo'ladi ekan. Ammo shu musulmonlarning orasida yana shu biz Fransiyada bo'lsak, Fransiyada men ko'p musulmonlardan oldim. İslamda namoyish qilish harom deydigan bir gap bor ekan. Endi bu gapni to'g'rimi, xatomi? Chunki bizning birdan bir hozir qo'limizdan kelib qilayotgan ishimiz bir namoyish. Undan boshqa qilgan cho'ng ishimiz yo'q. Chunki ya u İslamda buni farz deb qaraydi, harom deb qaramaydi. Harom degan musulmon bo'lgan bo'lsa, u yoki dinini tushunmaydigan bir kalva yoki bo'lmasa maqsadlik bizni yo'ldan chiqarish uchun Xitoy tarafdan tayinlangan Hüseyin. Başqa dindan, başqa musulmonlar sifatida kelib, bundan namoyish qilsanglar harom degan bo'lsa, aqli alishib qolgan bir kalva desak bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda? Qur'oni Karimda 3 oyat bor. Qur'on 30 pora deymiz, 30 parining 6-parisi. 6-parining 1-oyati. Her qandayını açıp qarab baxınlar, 6-parının başdaki 1-oyati Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu cehra bis-su'i minel qavli illa men zulim. Allah deydi ki bu ayette. Ey insanlar! Allah yaman işlarning, yaman ta'sir berdigan, xalqlarni yaman eski, u unda qildi, bu bunda qildi deydigan ishlarning
uçuq aşkarı e'lon qilinishini Allah yaxshi ko'rmaydi deydi. Falani manda eski ekan, pustani manda unda qilib yetibdi, bunda qilib yetibdi, falani manda qilibdi, ya zina qilibdi, ya o'g'il bo'libdi, falani g'aybatini qilibdi degandek, har qanday yomon gap, yomon so'z, yomon harakatlarning uçuq aşkarı teşvik qilinishini Allah yaxshi ko'rmaydi. İlla men zulim. Mazlumlar buningdan mustasno. Mazlumlarning beshiga kelganini anglatishini, beshiga kelganini butun munosabatlik o'rinlarga yetkazishini Allah yaxshi ko'radi, tavsiya qiladi deydi. Ba'dim mazlumlar mustasno. Belki o sizlarga degan o musulmonlar o'zi mazlum bo'lmag'achqa, o'zining mustaqil davlati bo'lg'achqa, o'zining davlatiga qarshi namoyish qilsa bo'lmaydi demoqchi bo'lsa kerak. O'zining davlati mustaqil bo'lgandan keyin, obdan bir davlat bo'lgandan keyin u davlatga qarshi qilsak bo'lmaydi demoqchi bo'lsa kerak. Ammo bizning davlatimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan bir davlat. Biz Uyg'ur millati Xitoy tajovuzchilari tarafidan esir qilingan, göröge elingan ve irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millat. Undaq bo'lgandan keyin biz Sharqiy Turkiston musulmonlarimizning hammamizning o'zimiz turbatgan yerga, davlat o'rinlariga, xalqaroga Xitoy tajovuzchilarining butun qilgan ishlarini yeyishimiz, tafsiliy tushuntirishimiz, ulardan yordam talab qilishimiz dinimizga uyg'un, dinimiz bizga yüklenen bir vazife bu. Bunu qilishimiz lazım. Ama bu başlangıç. Bu namoyish başlangıç. Ama biz namoyish qilgan vaqtimizda namoyishga bir intizam, bir nizamname chiqarishimiz lazım. Namoyish qilgan vaqtimizda boshqa millatlardek mandaq bir keskin, resmi namoyish qilayotganligimizni isbotlay olishimiz lazım. Namoyish qildik, namoyishga chiqib, biror dernekning boshlig'i yoki biror rahbar nutq so'zlab olsa, kot paranglashib, o'zimizning shaxsiy ishimizni, ishinglar qandaroqda o'chib o'tib, kotildishib, mayandan hijishib, hikimning to'yulayotgandek. Manda qilsak, namoyishni o'zimiz o'ltirib qo'yamiz va'da. Biz irqiy qirg'inchilik qilayotgan, uchrayotgan millat bo'lgandan keyin raisimiz yoki biror vakilimiz avvalda so'zlayotgan vaqtda hammamiz jiddiy turib, muhim yerga kelgan vaqtda javob berishimiz lozim. Vaqirishib, cho'qirishib qo'llaydiganligimizni, hammamizning qetildiganligimizni deyishimiz lozim. Anandan keyin xalqqa da'vat qilgan vaqtda har qanday yordamga ehtiyojimizning borligini, vatanning mustaqilligi arzuyimiz ekanligini, bu arzuning butun Sharqiy Turkistonliklarda bor ekanligini deyishimiz lozim. Namoyishga chiqib qo'yib, keling so'zlashaylik deb ishxonaga chiqgan vaqtda, bunda degan bilan biz asli yaxshi aytdik. Xitoylar shu ata-onamni qo'yib bersin bo'ldi deb. Bizningki mujodilamizni bir ata-ona masalasiga, bir kamp masalasiga, bir Qur'on ko'ydirish masalasiga, bu bolalarni tutib chiqish masalasiga bunda kichik holatga kelib qo'ysak bo'lmaydi. Bu mujodilning xarakterini o'zgartirib etgan bo'lamiz. Xitoy deganidek oz sonliq o'lgunchilar deydi u Xitoy. Az sonliq qulab qolamiz unda degan bo'lsak. Shuning uchun Sharqiy Turkiston vatandoshi bo'lgan bo'lsak, vatanda Xitoy zodi qilg'iligini qilyotidi. Biz o'zimizni musulmon deb hisoblasak, o'zimizni islom diniga oid deb hisoblasak, Allohning emri farmoni menga deydi-do, men shularning emri farmonini itoat qilishim kerak bo'lgan bir musulmon deb qarasak, bizning vatanning mujodilasi ishg'oliyatga qarshi, tajovuzchilikka qarshi mujodila. Bizning ishimiz vatanning mustaqilligini asliga keltirmay turib, hech qanday ishimiz tugamaydi. Shu ota-onamizni qutuldirikmi deyli? Ota-onamizni qutuldirib bo'lgandan keyin yana Xitoy bundan keyin boshqa tuqqanlarimizni sulab urdi. Ishg'oliyat tugamay turib, ne inson haqlarimiz, ne erkinligimiz, ne hech qanday haq-huquqimiz hosil bo'lmaydi. Can cehlimiz bilan, bütün kuchimiz bilan bu mücadeleni sürdürüş bizning dinimizning vazifasi, bizga bergan vazifa.
Shuning uchun namoyish qilish bek muhim. Allah şu 6. paranın 1. ayetidilar. Mushunda qilsam Allah yaxshi ko'radi. Mazlumlarning beshiga kelgan zulmlarni anglitishini va zulmga qarshi mujodala qilishini Allah bek yaxshi ko'radi degan oyat va va'da. Qur'onda undaq bir oyat bo'lsa, bizning namoyishimizni harom deyishi nadonlikdan boshqa bir narsa emas. Yoki bo'lmasa, o'zining davlatidagi kishini bizga ta'ti tushundirlik bu insonlar. Shuning uchun namoyish qilishga bo'shab qolsak bo'lmaydi. Namoyishning topida ortiq ish qilsak bo'ladi. Mayli iqtisodiy jihatdan, mayli tashkiliy jihatdan, mayli siyosiy jihatdan, aşı vatan millatga foydali har qanday ishni arqa-arqadan qilishga bo'ladi. Ammo foydasi yo'qkan deb tövenge tushishga bo'lmaydi. Anamdakin yana desek yana şu, bütün Şarkı Türkistan halkı bir ağızdan sözleşimiz lazım. Bular hazırki davrda mustaqillik meselesinde hem yüzümüzden arzusunun mustaqil buluş ekanligini ve bütün Şarkı Türkistan halkının mustaqil buluş ekanligini hemmiyede deyişimiz lazım. Ama bazı bunda qaraydı, bazı bunda qaraydı desek vatanga xiyanat qilgan bo'lamiz, millatga xiyanat qilgan bo'lamiz, Allah ve Allah'ın Resulü xiyanat qilgan bo'lamiz, hem özümüzge xiyanat qilgan bo'lamiz. Belki Xitoy tarafidan mingsi yurilib ketgan manqurtlar bo'lishi mumkin. Xitoyga ishlaydigan milliy munofiqlar, xoinlar bo'lishi mumkin. Ular vazifasini ado qilish uchun ta'ti so'zlaydi. Ularga bu tabliğmi kar qilmaydi, to'g'ri so'zmi kar qilmaydi, davom qiladi. Ammo o'zimizdan Xitoyga ishlamaydiganligimizni, o'zimizning normal inson ekanligini hammamiz o'zimiz bilamiz. Agar o'zimizni normal bir inson men Xitoyga ishlamayman deb qarasak, davani xalqaraga qilamiz. Xalqaradan Sharqiy Turkiston xalqining eng oxirgi orzusining mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Sharqiy Turkiston degan vatanning Xitoyning bir parchasi emasligini, biz mustaqillik degan vaqtda Xitoy zaminini bilib olish emasligini, bu vaqtda Xitoy Xinjiang deb atagan yerning asli ismining Sharqiy Turkiston ekanligini, u yerdagi insonlarning Xitoy emas, u Türk xalqi ekanligini uçuk aşkar emniyeti deyişimiz lazım. Demişim şu siz deb o'tgandek biz ko'rayotgan zulmni dunyoda hech qanday bir millat yoki hech qanday bir davlat ko'rib boqmadi. Bu yerda yana bir savol bor. Endi abaytan dedik siz 5 jon to'mirimizdagi 5 narsaga sig'inchoqlab turib vatanning o'rnini bir tushuntirib bergan bo'ldingiz. Endi vatandagi Xitoy bu bizga düşman, şu Xitoyning hammasi düşman bo'ldi. Bularga biz qandoqla kurash qilsak hammasi joiz bo'lgan bo'ldi. To'g'ri dedim bu gapni. Esabda bizga haq bo'ldi bu. Bundoq bo'lsa, bugungi kunimizda shu vatan esabda bizning vatanimizni bisvolmagan Xitoylar desek, esabda Tayvanni deb baqili, yoki bo'lmasa shu Yevropalar bo'ladi. Har qanday kuch bilan ittifoqlashsak bo'ladi. Vatanning mustaqilligi uchun vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish uchun har qanday kuch bilan ittifoqlashsak bo'ladi. Chunki biz ojiz bo'lgandan, sonimiz oz bo'lgandan, yordamga ehtiyoj bo'lgandan, muttafiqqa, ittifoqdoshlarga ehtiyojimiz bo'lgandan ittifoqlashsak bo'ladi. Ammo birlam shartimiz biz bilan ittifoqlashadiganlar va uning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligini e'tirof qilishi, u Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilingan zamin ekanligini e'tirof qilish kerak. Şu Xitoylarmi, mayli Tayvanlik olsun, Hong Konglik olsun, nim bo'lishidan qat'iy nazar, hokimiyatning beshiga chiqqan vaqtida bizning mustaqilligimizni e'tirof qiladigan darajada shu maydonga kelsa, ittifoqdosh bo'lsak bo'ladi. Ammo u yerga kelmay, shu Xitoy kommunistlari nima degan bo'lsa, ya'ni shu Xinjiang deb qaraydigan bo'lsa, uni keyin bijimi deymiz, unda qilamiz, bunda qilamiz deb bizning mustaqilligimizni e'tirof qilmaydigan, o bizning vatanimizning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilinganligini e'tirof qilmaydigan bo'lsa,
bu Xitoylar bilan muttafiq bo'g'ili bo'lmaydi. Zat ittifoqdosh bo'g'ili bo'lmaydi. U nima qilganlik? U Xitoylar bizning vatanning ishg'ol qilib olinganligini e'tirof qilmaydigan Xitoylar bilan, bizning mustaqilligimizni e'tirof qilmaydigan Xitoylar bilan ittifoq bo'ldim deb birga manganlik, u Xitoylar e'tirof qilmasa nima qilganlik? Shu Xitoylarga g'alchi bo'lganlik. Sharqiy Turkiston xalqiga xizmat qilganlik emas. Shuning uchun shu birinchi qadamda vatanning besib olingan zamin ekanligini e'tirof qilish kerak. Sharqiy Turkistonda bu ochiq deyilish kerak. Shunda bo'lgan vaqtda ittifoqdosh bo'lsak bo'ladi. Ayyanmasligimiz kerak. Chunki ular ras demokratchi bo'lsa, ras insonlarning haq-huquqlariga rioya qiladigan bo'lsa, bizning haq-huquqlarimizga rioya qilish kerak. Agar rioya qilmaydigan bo'lsa, u demokratchi qalpoq ostida yoki palani yalik degan qalpoq ostida Xitoy kommunistlariga ishlaydigan Xitoy g'alchilaridan iborat hisoblasak bo'ladi. Rahmat, pek yaxshi tushuncha berdingiz. Bugun mana vatanninki ulug' Qur'oni Karimda qanday so'zlanganligini, qaysi darajada ekanligini bizga o'sha ekran oldidagi ko'rgan qarindoshlarimizning hammasiga pek yaxshi tushun. Meningki boshqa bir shaxsiy so'zim yo'q. Shu so'z shu abiqa oyatdan chiqqan mazmunlar shu qarindoshlar. Shu Sharqiy Turkistonliklarga deydigan gapim. O'zini Sharqiy Turkistonlik hisoblaydigan har qanday inson Sharqiy Turkiston uchun bir kishilik vazifasini ado qilmay bu dunyodan ketsa, oxiratligi xatar ichida. Shuni bilishi lozim. Takror qilay, har qanday Sharqiy Turkistonlik Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Alloh rizosini ko'zlagan asosda harakat qilmasa, qo'lidan kelganini qilmay o'lib ketib qolsa, jahiliyat o'limi bilan o'lish tahlikasi bor. Shuning uchun o'zimizni qo'g'dash uchun qarindoshlar, o'zimizga ega chiqaylik. O'z millatimizga, o'z vatanimizga ega chiqaylik. O'zimizning oxiratligimizga ega chiqaylik. O'z baxtimizga ega chiqaylik. Boshqa gapim yo'q. Bo'ladi inshaalloh. Men hozircha Allohni. Rahmat Abdulla Xatmir efendim. Allah sizden razı olsun. Qani Allah qalsa yana keyinchi yana boshqa suhbatlarni qilishga nasib qila. Aman bo'ling. Ekran oldidagi aziz ko'rarman do'stlar, mana bugun Abdulla Xatmir efendim tarafidan hammayla islom dinimizda vatanning o'rnini bildik. Ham vatan uchun har qanday ishni qilishniki biz uchun farzligi. Yana vatanimizning mustaqillik uchun bugungi kunlikda biz musofir bo'lib yashayapmiz. Shunda bo'lsa-mu bizga bir imkoniyat bor. Vatandagilarga balkim imkoniyat yo'q bo'lishi mumkin. Vatandagilar kamplarda so'linib qolgan bo'lishi mumkin yoki shu yerdagi Xitoy bosqinchilarining oyoq ostida bo'layotgan bo'lishi mumkin. Har xil kunlarni ko'rayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz bularni bilmaymiz. Faqat chiqayotgan shu yerdagi 100% bo'layotgan ishning faqat 1%ni ekranlarda ko'rib qolgan bo'lishimiz mumkin yoki ba'zi narsalarni har xil vositalar orqali ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin, ammo biz yana 100%ni ko'rib bilmaymiz. Hammamizning ota-onasi hayot vatanda bo'lsa, shularning omon bo'lishini Alloh Allohdan tilaymiz. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, yoshmi cho'ng bo'ladi ekan, ulam ketib qoladi ekan, ko'rolmay qoldi ekanmiz, ko'nglimiz yerim bo'lib qoldi ekan. Ammo shu hayot vaqtida bo'lsa-mu, shularning roziligini ilish uchun bo'lsa-mu, shu vatanning mustaqilligi bizga kerakligini hammamiz bilib turibdik. Aziz ko'rarman do'stlar, inshaalloh shu vatanning mustaqilligiga yetish uchun hammamiz teng kuchaylik. Birlikda kuchaylik, lekin shu mustaqillik yo'lidan egib ketmagan ahvol ostida
mayli bariyak kep yig'lanmasaqmi, idirimiz o'xshamasmi, bayam degandek hammamizning ovozi shu vatan uchun